Oh shit, ana bu yerda ham bazalar bor. Maylicha. Bo'la biz bu yerga ketamiz. Mening 3 to'g'ram. 3 to'g'ra, qanday 3 to'g'ra endi bu? Endi buni ismini nima qo'yamiz bolalar? Buni ham ismini qo'yish kerak nimadir? Kommentga tez yozinglar ismini nima qo'yishni. Ismlar ham chiqib ketdi bunga ism qo'yish. Prosta motosikl emas-ku bu endi. Har bir narsaga ism kerak chaqirish uchun. Lekin bunga men ism o'ylab topolmayapman. Sizlar o'ylab topasizlar endi bunga ism. Tez kommentga shuni nima haqida ism qo'ysak bo'ladi. Shuni kommentga yozib qoldiringlar. Biz endi ikkinchi yo'lga o'tamiz. Let's go. Mana shu yerdan asib o'tib, mana bu yerda bizning ikkinchi yo'limiz bor. Ha? Tepa qarab chiqib ketar ekan bu yo'l ekan. Let's go. Stop. So. What the fuck? Oh shit. Oh. Nito qo'yilib qopti. Rachga tezkor qo'ygan ekan bo'lsa ham. Buni bilmadim. Bolalar mana bu yerda qaranglar. Dahshat qilingan-ku bular. Kirish joyi qayerga endi bu yerga? Bu yerga qanaqa qilib kiramiz? Mana kirish joyi ko'rmadim. Arra, aytgancha arrani sinab ko'rmadik-a? Qani daraxt? Shu paytda daraxt topilmay. Wow, chill bro. Ketdi mana daraxt bor ekan mana bu yerda. Sinab ko'ramiz. Qani tez yorar ekan. Ya'ni buzar ekan. Let's go. Oh shit. Nice. Oh fuck. Bu tagida yo'l bor ekan. Tezroq chiqib bu yerdan. What the hell? Qani go. Uxlamıyorum ekan-ku, uxali. O'sha kech bo'ldi bolalar. Biz uxlashimiz kerak. Bu yerga kirishdan oldin uxlaymiz biz. Xo'p, yotoqxona bu yoqqa qo'y. Yotoqxonani o'rtaga qo'y va shu yerga bosib qo'y bitta. Xo'p, mana bu mashinamizni ham bu yoqqa qo'yib qo'yaylik. Okay. Let's go. Halicha kech bo'lmadi. Mana bu sandiqda nimalar bor edi? Arra, mana buni yo'qsak, buni nima yo'qish uchun nimadirlar kerak ekan, Mayli ketdik, uxlaymiz. Hammaga xayrli tong va biz yana o'z ishimizni boshladik. Ya'ni biz yangi apokalips ishimizni birinchi kuni, yangi joyga kirishimizning birinchi kuni. Go. Ola, what the fuck? Stop. Men bu yerga mashinamni olib ketishim kerak. Chunki bu yer juda qaranglar, qanday juda katta joy. Mashina bilan yurishga to'g'ri keladi menimcha bu yerga. Oh shit. Mashinani ham ehtiyotkorlik bilan olib kirish kerak-da bu yoqqa. Bo'lmasa mana ular tepsa buzilib ketishi ham mumkin. Let's go. Mana shu eshikdan o'tkazalamizmi? O'tkazalamiz. Okay. Bu yoqqa ham ovoz chiqar ekan, nice. Mana bu yerdan o'tmas ekan mana bu teshikchadan. Shiringa yo'g'im. Biz mana endi. Oh shit. Qancha minish qiyin. Xo'p, biz o'tib oldik, yaxshi. Birinchi bo'lib mana shu uylardan boshlasak bo'ladimi? Mana bu yerga parkovka qo'yib qo'yaylik endi, odamlarga o'xshab. Mana vallahi. Nice halal go. Biz birinchi uydan bosh. What the fuck is this, bro? What the hell? Whoa. Oh shit, bu yerda kimdir o'lganmi? Hozirgina ruhi o'chib chiqqan. Mana bundan ruh chiqar ekan. Rachka nima gap? Mana bulardan ruhda effekt chiqar ekan. Mana bunga qiziqda men undan bu ham emas. O, mana bularni dahshatda. Hello. Biz bu yerga yangimiz. Oh, ko'mir. Ko'mir bloki. Ular bu yerda ham ko'mir bor. Nice. Qani ko'mir blokini oddiy ko'mir qilib olamiz. 20 bitta ko'mir biz olamiz. Mana bu ham ko'mir blokmi? Tekshiramiz. Bu ham ko'mir blok. Bu ham kerak bizga. Ko'mir 39 ta ko'mirimiz bor. Mana bu ham kerak. Yerdan ko'mir olib yuramiz. O'zi kondan olish kerak. Bu ko'mir emasmi? Zo'r. Nima kerak menga? Okay. Xo'p, bizda o'sha 48 ta ko'mir bor. Yaxshi, mana bu ham ko'mirning qizig'i. Bitta olib ketsa shu bilan yetadi. Let's go. Xo'p. Bizda 50 ta ko'mir bor, yetadi. Dahshat, bu tepalarga chiqmaydigan qizig'i. Prosta ko'mir topib ketyapmiz. Ola? What the heck? Ola? Bu yerga tushishni chunki tushunmaymiz ham bu yerga. Sandiq, kerak narsalar, o'tirgach. Okay, bolalar, bu yerda boshqa qilib ketishimiz qolmadi. Ya'ni bu uyda. Ikkinchi qavatlarda ham hech nima yo'q. Aniqmi? Adashdim. Bittanisi bor ekan. Let's go. Baribir kerak narsa. Mana bir ovqat yesa o'ladimi? O'lib qidiryapmiz ovqatlar. Lekin mana buni pastida qanaqadir bunker bor. Buni biz ko'rmadik. Bu yer neft ishlab chiqarayotgan joy. Aynan ko'mirlarni ham ko'rdinglarmi? Yerga ham ko'mirlar yotuvdi. Oyoq kiyim kerak emas. Olma ham kerakdir menimcha, olma yo'q. Chunki qaranglar, mana bu neftlik zavodlarga shunaqa narsa turadimi? Mana bular qaranglar, stansiyalar har xil. Oh shit, mana sizlarga ko'mir, mana sizlarga neft zavodi. O'tishdan oldin o'ylash kerak edi ozgina. Ki. Bashiringa o'g'il. Whoa. Piece of rat? What the fuck? Oh shit, bechora. Chakcho'g'a. O'zi ekan o'lgan. Okay, orqa tomonda zombilar. Xo'p, bolalar. Biz mana bu yerga kirmoqchi bo'lganimizda zombilar bizdan talab ketdi. Bu yerda yana boshqa zombilar bor? Oh, bor ekan. Shit, bu yerda juda ko'p zombilar bor ekan. Mana bu yerda ham zombilar bor ekan. Bratchka, nima gap? O'tolmayapsizmi? Bu yer. Tushundim.
Bular qamalib qolgan daraxtga. Daraxt deyapman, devorga. Keyin eng qizig'i endi buni ham uxlab olmay qoldi. Nima uxlanmayapti bular? Ha, endi uxlandi. Go. Bola endi biz asta-sekinlik bilan mana bu tomonga ketaversak bo'ladi. Go. Olmaymi hozircha kerak emas ham bo'lmasa bizga. Xo'p, asta o'tolamiz. Basharing yo'q. Baribir tushyapti narsa. Let's go. Mana bu yerda stansiya. Xo'p, bu yerda nima ishlar qilingan? Stop. Men mana shuni ichida nima borligiga juda qiziqardim har doim. Kinolarga ko'rganman, hayotda ko'rganman, lekin ichida qaqadir dutunlar, nimadirlar chiqib turardi. Go endi bizlar ko'rishimiz ham mumkin. Ya'ni meni videoyimda sizlar ham ko'rasizlar. Ichida nima bor deb o'ylaysizlar, shuni demoqchi edim. Mana bu yerda sandiq bor. Sandiq ichida kerak narsalar bor. Mana bu yerda speedometer bor, no tank. Bola bu yerda nimadir qilinar o'sini ham qaranglar. Xil narsalar olib kelingan bu yerga. Mana bular qaranglar. Mana shu yerga kelgan hammasi. Buni ichida nima bor? Hazırlashyapsizlarmi? Hech nima yo'q-ku. Yo bolangni o'zi mana bularni tekshiramiz. Bular nima endi bular? Qayerga asiga bunaqa qilib qo'ygan? Nima bunaqa qurilgan? Bu yerda lift bor ekan, bu yoqqa o'tish uchun. Mana bu yerda shit. Mana bu yerda rechak bor. Yo bolalar, mana bu uyga o'tib, bu yerdan bu uyga o'tsak bo'lar ekan. Undan desa mana bu sherni o'ldirib olish kerak degani. Mana basharing yo'g'im. Qochma. Mana basharing yo'g'im. Ulla, teshiklardan o'tkazyordim, ko'rdinglarmi? Zo'q uxlaylik, okey. Naysul xalal, mana uni qaranglar. Oh shit, zombilar ovozi. Not good, uxla buni. Okey, xo'p. Buni ichida nima bor? Bu ham kerak bizga. Buni ichida nima bor? Bu ham kerak bizga. Buni ichida boshqa ochilayotgan narsa yo'q. Davay tepa ikkinchi qavatga. Voy, buncha narsa ulanib taylangan bu yerga. Men shularni qilishni tushunmadim-da. Agar batareya topdik, nima kerak bular? Batareya, energiya, qayerga qo'yiladi bu batareyalar? Mayli, olib yuraylikchi. Hello. Shit, men boya aytgan joyim o'tish joyi. Oh shit, bu yerda ham nimadir bor. Kerak narsa. Mana bular ochsa ham bo'lmaydi. Bo'lmasam jonimiz to'ldira oladik. Xo'p, batareyalar qayerga qo'yiladi, birachkalar? Batareya olib keldim sizlar uchun. Qayerga qo'yiladi bu endi? Mayli, mana shu yerda tursin. Go bola, biz bu yerda ketamiz endi. Mana bu ustiga yotsa ekan. Let's fucking go. Ovqat yesh va shu bilan bu yerdan jo'nadigan amaliyotga amal qilib, ota-bobolarimiz shunday degan va biz endi bu yerdan ketamiz. Go. Oh, stop, ketishdan oldi. Mana bu teshikda nima bor? What the fuck? Dahshat videolar-ku. Xonimlar va janoblar, bu Nixeljon va bu bratimizning obunachisi juda kam ekan, olasizmi? Lekin videolar sifati dahshat. Bitta videoga kirsanglar qaytib chiqa olmay qolasizlar. Bu aniq. Va bo'ldi, keyingi zombik video chiqishi uchun ham shu kanalga obuna bo'lishinglar shart. Va biz bu kanalni 1000 ta obunachidan o'tkazishimiz kerak. Va o'shandagina keyingi videoni ko'rishinglar mumkin. Prosta kirib obuna tugmachasini shiqillatib bosib qo'yinglar. Eng muhimini aytishni unutibman. Kanal sirkasi kommentda va описаниеda bo'ladi. Bu itga e'tibor bermanglar. Bor e'tiboringlarni shu kanalga obuna bo'lishga qaratinglar. Endi esa videoga go. Suv bor ekan bolalar. Bizda temir kerak bizga. Chunki biz suv olib ketishimiz ham mumkin. Mana bu yerda nima bor? Portlab ketgan stansiya. Bola boyanki dumaloqda portlagan versiyasi. Yo'q bo'lib ketgan ekan. Mayli, ketdik. Bizda hali bu yerda divizok bor. What the hell? Divizok ham bormi bu yerda? Divizokka o'xshagan. O'sha divizokka qaranglar. Batareya qo'yiladimi yo'q? Animatorlar so'p mana bu yerga borib, mana bularni qo'yib, bularni ishlatsak bo'lar ekan biza. What the fuck? Buni qaysi miyali odam ishlatadi endi? Bizlar shunchaki moshinchamizni olib birdan ketsak bo'ldi, qarochi. Qilib ketdim buncha narsa. Buncha ko'p joyga kelyordik. Mana moshinchamiz. Ketdi birodarim. Biz bu yerdan surishimiz kerak endi asta-sekinlik bilan. Orqaga o'tish joyi yo'q. Biz yana yo'lga qaytishimiz kerak menimcha. Let's go. Wow. Ne tez o'tib ketdik? Voy 2 soat qiynalib o'tyapti. Okey bolalar, biz orqaga qaytyapmiz. Biz bu tomonga bo'lmaymiz hali. Biz mana bu tomonga boramiz. Ya'ni esinglarda bo'lsa bizda ikkita yo'l chiqqandi bundan. Biz o'ylanib qoldik qaysi yo'lga borsa ekan deb. Endi biz o'sha yo'lga boramiz, eski yo'limizga. Let's go. Ya'ni mana bu shaharni oldingi yo'l. Shahardan oldingi yo'l va biz undan oldin mana bu qo'yni o'ldirib olishimiz ham kerak bo'ladi. Rachki nimaga? Tinchmisan? Let's go. Bizning qo'yni uchun kerak emas. Ushkicham bo'lyapti. Go bolalar. Uji kech bo'ldi. Mana shu ochiq joyda uxlasaychi. Davay. Menga yaxshi ko'r. Demoqchi edim. Yotoqxona qani? What the fuck? Tez bitta uyga. Kir. Yotoqxona. Oh shit. Tushib ketdim. Rachkilar yotoqxona. Bu yerda hech nima yo'q. Keyinchalik olib ketaman men mashinamni hozircha menga yotoqxona kerak. Fuck yourself. Yotoqxona. Oh shit. Yotoqxonam qayerga qo'yib keluvdim? What the fuck? Shu kun ham bormadi boshimga. Let's go. Yotoqxona bormi bu yerda? Yo, bismillah. Okay, bo, tez uxla. What the fuck? Yotoqxonam yo'q edi. O'sha zombilar ovozi. Qanday zabrachka?
revolver bilan o'ldiramiz. Qaraylar. Hech kim qila olmayotgan ulaydi. Let's go. Biz bu yerda kech vaqtimiz bo'ldi. Men o'char to'g'ra deyapman, o'rganishib qopti. Motosiklimni olib kelay. Endi o'char to'g'ramni sog'inganman-da, bashiring ayoq. O'zingcha nimadir qo'ylatib qo'yayotgan-da, xuddi Mamiddan ham bittasi kelyapti. Okay. Yana uxlanmay qoldi. Nima uchun? Chunki mana bu yerda bittasi bor. Shu endi uxlana qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Mana bu plus qanaydir bug. Mana bu yerdan biz olib ketamiz. Biz o'zimizda yotoqxona olaman. What the heck? Davay bo'lib yotoqxona olib kelaylik endi. Mana bu yerda sandiqlar qo'ymagan ekanman. Nima bular? Mana bu ham fuelmi bu? Oldi buni. Hop. Buni ol. Ichida bom. Green, bu hech nima emas ekan. Просто joy uchun. Hop, mana bu uyda bomba yotoqxona. Hello. Bu yer uji hech nimasi yo'q uy. Buni bilaman. Bo'chi, bu yerda yotoqxona borga o'xshayapti. Chunki bu yerda qanaqadir narsalar ham bor. U biza men uchun kerak emas. Yotoqxona. Let's go. Okay, mana yotoqxonamiz bor. Bu ham kerak narsalar. O'sha bizning joyimiz to'lib qoldi bolalar. Joyimiz to'lib qoldi. Buni ichiga uch ko'mir ham bor ekan. Buni yaxshi. Bu yerga bitta ko'mir qo'yamiz. Let's go. Ovqatlanib joylarimizni to'ldira olishimiz kerak. Bo'shat olishimiz kerak. Let's go. Bizda juda ko'p muncha qurol. Let's go. Hech vaqtimiz bo'ldi. Bizning joyimiz hali ham to'ladi. What the heck? Mayli necha go bo'ldi. Biz ketaveramiz shu turisham. Yotoqxona oldim, davoldim. Yana esimdan chiqib ketdi deb endi baqirmoqchi edim. Biz tezroq borish yo'lini bilamiz aytgancha. Let's go, ko'ryapsizlar. Zombilardan qochguncha yomon zo'r yarar ekan. Nice xolalay rostdan. Tez tugab qolmasa agar uroni. Qayerga o'tib qoldim men? Let's go. Go bolalar, biz yangi joyga boramiz. Yangi yo'lga o'tamiz endi. Boshqa yo'lga o'tamiz. Mencha bu bizani mana motosiklimizda benzini butun video davomida umuman tugamaydi. Ishoninglar, butun video oxirgi videoda ham tugamaydi. Chunki bu fuel juda kam ketyapti. Let's go. Bu tomonda nimalar bor ekan bolalar? Men birinchi marta bu tomonga o'tyapman, eng qizig'i. Stop. Mada ko'rganday bo'ldim, lekin endi ahamiyatsiz. Hello sherlar ahli. Bu yerda uncha zo'r narsalar yo'qmi deyman, ha? Chunki qaranglar, umuman qotmayapti. Hazillashdim. What the heck? Oh shit, biz qanaqadir tupikamiz. Stop. Mana bu yerda ko'prik bor, mayli ko'prikka xo'p deymiz, ha? Ana bu yerda nima bor?